Ona, bilsam faqir ekanman, madh etmadim sizni o'xshatib. Darddan o'zga nima ham berdim, yengil tortgach dilim bo'shatib. Bolam dedim uy ro'zg'or, sizga faqat to'kdim arzimni. Bir savoldan dilginam bedor, men qachon uzaman qarzimni? Azizlar, onalarimiz oldidagi qarzdorlik burchi biz farzandlarni barcha ezguliklarga chorlovchi, yaxshi ishlarga qo'l urgizuvchi eng muqaddas tuyg'ulardan biridir. Toki onalarimiz hayot ekan, bu tuyg'u bizni tark etmaydi. Lekin biz onalarimizdan qanchalar yiroqlashsak, bu tuyg'u bizni yanada bezovta qilaveradi. Xususan, xorijiy mamlakatlarda ishlab yurgan farzandlar onalarini boshqalarga qaraganda ko'proq sog'inadilar. Qarzdorlik tuyg'usi ularni ko'proq qiynaydi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bu qarzdorlik tuyg'usi sog'inch va mehr-muhabbat tuyg'ulariga hamohang tarzda ne ishlarga undamaydi deysiz. Xorijda ishlab faoliyat yuritayotgan Mavjudaxon singlimiz o'z onalari Tuyduxon onamizni 69 ga to'lishlari, 70 ga yetishlari, 80 ga bo'ylab, 90 ga yuzlab, 100 ga intilishlari arafasida o'zlarini farzandlik tabriklarini, sog'inchli salomlarini yo'llashni niyat qildilar. Biz ijodiy jamoamiz bilan u kishining bu ezgu niyatlarini amalga oshirishga astoydil bel bog'ladik. Hassos shoirimiz Erkin Vohidov aytganlaridek, agar do'sting bilan teng ko'rsang baham, shodlik teng ko'payar, teng bo'linar g'am. Darhaqiqat, yaqinlarimiz bizni quvonchli kunlarimizda yonimizda bo'lishsa, ularga o'z shodliklarimizni ulashsak, mana shu shodligimiz 2 barobar ko'payadi. Keling, biz ham Mavjudaxon singlimiz va Tuyduxon onamizning quvonchlariga sherik bo'laylik. Mavjudaxon qizingiz va ularning sinfdoshlari nomidan arzimasgina ozginagina sovg'amiz bor. Umraga borib ketyapti mana. Rahmat. Siz uchun. Rahmat. Oz bo'lsa-da. Chiroyli go'zal bo'lib yuraveringlar hammangiz. Sinfdoshlar nomidan shirinliklari bilan. Sizlar ham bir. Va mehnat. Rahmat. Shu raqamlaringiz 100 bo'lganda ham kelaylik. Ilohim. Xudo. Ko'p yashang. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Men Salomat bo'ling. Tanam shalomsiz. Yurgilar. Rahmat. Hurmat qilib kelibsizlar, ayollar ham shu xudoyim hurmat uzatda yurishni. Assalomu alaykum, mana hurmatli jannatim, mehribonim onam. Birinchi tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Alloh umringizga, rizqingizga xudo baraka bersin. Mana tug'ilgan kunim chiroyli qilib inshaalloh berardingiz. Sizning navbat bizni albatta sizni chiroyli tug'ilgan kuningizni inshaalloh men kutgan ekanman. Men juda ham omadli qizman. Menga nasib qildi. Rahmat. Onajonim tug'ilgan kunlarida yolg'iz qo'ymay, yollarda birga nishonlayotgan mehmonlarga alohida rahmat aytaman. Men juda ham shansli, omadli qizman. Mana qadrdon dugonalarimga alohida rahmat aytaman.
yana bir bor tabriklayman. Yaxshi o'tiringlar, chiroyli o'tkazinglar. Rahmat. Seni ham panjollaring sog' bo'lsin. Bo'pti. Yoningizda bo'lolmadim, lekin men juda ham xursandman. Shu kunlarimizga yashatganiga Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Juda xursandman. Rahmat. Bolalaringdan qaytsin seni ham iloyim. Rahmat, katta rahmat. Hammaga rahmat. Kelganlarga ham, mehmonlarga xush kelibsizlar. Hammaga rahmat. Rahmat. Bo'pti, mayli. Hadi. Onajonim, sizni mana shu orkidey guniga o'xshataman. O'ta nozik tabiat, oq ko'ngil. Siz orkidey guli sizga sovg'a. Rahmat. Tanjaling sog' bo'lsin. Rahmat. Yuzlaring yorug' bo'lsin iloyim. Qadaming qutlug' bo'lsin, so'zing o'tkir bo'lsin. Sog' salomat yuzlaring yorug' bo'lib, kirib kelgin sen ham shunaqa to'lani qilgin Alloh. O'zlagan niyatlaring hammasiga yetkazgin ilohim. Mana biz bugun dugonamiz To'ydo'xonni tug'ilgan kunlari munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. O'rtog'imiz o'qituvchi bo'lib bir necha yil xalq ta'limida ishladilar. Juda ko'plab shogirdlarni yetishtirib chiqardilar. O'rtog'imizning umrlari uzun, rizqlari farovon bo'lsin. Barcha ko'zlagan maqsadlariga erishsinlar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Farzandlarini ham hammalarini tanjonlari sog', umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu koshonaga hammamiz taklif qilganliklari uchun rahmat.
To'yga to'yona degan gap bor xalqimizda. Haqiqatan ham yaxshi kunlarimizda o'zimizni eng chiroyli tilaklarimiz to'y uchun, tug'ilgan kun uchun eng ajoyib tabrik, eng ajoyib qutlov bo'ladi. Buni Tuyduxon onaning yaqinlari tomonidan bildirilgan tilaklar, tabriklar misolida o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Merhaba Macideciğim. Seninle bugün tanıştık. Benim çok sevgili, yıllardır vazgeçemediğim arkadaşım Şadiye, dünya tatlısı, iyilik meleği, içi dışı güzel insan. Aynen. Onun evinde karşılaştık seninle. Evet. Umarım tabii senin eminim ki annen de senin gibi tatlıdır. Ona bir Abla de ablası. bir ömür boyu güzel yıllar diliyorum. Ay, çok Sağlıklı, huzurlu, mutlu olsun. Ben de Şadiye, soyadımı söyleyeyim, Erdikler. Erdikler. Macide ile birlikte ablası diyeyim. Buradan aynı zamanda Macide'nin annesinin doğum gününü de kutluyoruz. Evet. Onun için de toplandık. Aynen. Ona sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. Ben de Vildan. Çok sevdiğim arkadaşlarla birlikteyim ve bugün Macide Hatun'la da tanıştım. Evet. Ve Tahi Han'ın da doğum günüymüş 2 gün içinde. Evet. Çok teşekkür ederim. Tahi Han'ın doğum günü kutlu olsun. Yanaklarından öpüyoruz. Evet, Sağlıklı, uzun bir ömrü olsun. Belki bir gün buluşuruz hep beraber. İnşallah. Çok Hadi sevgiler. inşallah. Toydan abla, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşın tüm güzellikleriyle gelsin inşallah. Macide ablamı çok seviyoruz. Evet, iyi ki doğurdun. Seni de çok seviyoruz. Öpüyoruz kocaman. Assalomu alaykum. Shukrona kuningiz bilan. Bugun tug'ilgan kuningiz ekan. Chin qalbimdan tabriklayman. Siz meni bolaligimsiz. Onamlarning eng yaqin dugonalarisiz. Shuning uchun sizdan menga abamlarning hidlari kelib turadi desak ham bo'ladi. Sizni ko'rsam yoshligimni eslaganday bo'laman. Tug'ilgan kuningiz bilan. Здравствуйте. Я желаю вам здоровья и чтобы ваши дети всегда вас радовали. С днем рождения. Здравствуйте. Чтобы каждый день у вас был радостным. С днем рождения. С днем рождения. Toyduhan Hanım merhaba, ben Merve. Öncelikle size sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir yeni yaş diliyorum. Kızınız Mavcuda benim en zor zamanımda çocuklarımı büyütürken hem arkadaşım hem destekçim oldu. O yüzden size ayrıca özellikle çok teşekkür ederim. İyi ki Mavcuda'yı doğurmuşsunuz, iyi ki doğmuşsunuz. Hoşçakalın. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Mana biz Alloh nasib qilgan ekan shu Tailandda Miami orollarida bo'ldik. Hozir rosa qilib jungli qilib yuribmiz. Mana shunaqa go'zal joylarda yurganda yaxshi narsalarni eslarkansiz. Bizni o'qitib, ta'lim bergan o'qituvchimiz To'yduxon ayolimizni tug'ilgan kunlari ekan. Mana shu Tailanddan turib u kishiga tabriklab qolamiz. Uzoq umrlarni ko'rishlarini Allohdan so'raymiz. Здравствуйте, Холоджон. Поздравляю вас с днем рождения. Я Камила, подружка вашей дочери. Желаю вам всех благ, здоровья, всего самого-самого наилучшего, что бы вы хотели пожелать самой себе. Хотела сказать вам отдельное спасибо за Мавджуду. Она прекрасный души человек. Спасибо вам за нее. Так как мы живем вдалеке от своих близких, здесь, в чужой стране, как можем, поддерживаем друг друга. Вот, она вас очень любит, очень за вас переживает. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Прекрасного дня рождения вам желаю. И всего самого-самого наилучшего. Спасибо вам большое. Assalomu alaykum. To'yduxon xola, yaxshimisiz? Ben Xorazmdan Mavjudan chiqqaniman. Sizni tabriklamoqchiman doğum gününüz bilan. Allohim 100 yoshlarga girib yurgaysiz. Shu chiqqanimning o'g'illarini
gelin toylarında, nevara toylarında həmişə yanında bolğaysız Xudayım. Mövcuda bilan bizə 5 ildən bana çıxanmız. Xuda xalasa Nəməngəninə Güllər şəhəri dedilər. Şu güllər açılğanda, şu bayramında gəlib həm təbrikləş nəsib etsin bizə Xuda xalası. Xarəzmdən sizə ələngəlik, sağınçlı salam və təbriklərimi yollayıram. Aziz, mehribonim, onajonim, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Alloh umringizni barokatli qilsin. Uylarimiz to'rida doim duolarni qilib yuring. Mana bizni shunchalik o'qitib, ishlagan joylab qancha mashaqqatlarni chekdingiz. Ilohim bundan bag'iga faqat baxtli yashashlik, xursandchilik bilan o'tishingni tilab qolaman Allohdan. Bunaqa chiroyli kunlarning ko'pida dasturxon atrofida o'tirishlik nasib qilsin. Ularga borib keldilar. Katta hajlarga borish nasib qilsin. Endi biz mana ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shdik-ku. Lekin kechalari bedor uyqulardan kecha bizni boqqanlari yo'q. Ikkita maktablarda ishlab, biz o'qitganlarni hech qaytara olmasak kerak, lekin harakat qilamiz. O'sha mehnatlarni rozichiliklarni olishga harakat qilamiz. Ular uzun bo'lsin, ilohim. Shirin Novotdan nolmaydi hayot. Meni tanir uzoqdan buvijonim sog' bo'ling. Bolamlar bolasi deb, ko'zimni qorasi deb. Buvijon sizni yaxshi ko'raman, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Katta qiz bo'ling. Katta qiz bo'ling. O'qishlaringiz 5 bo'lib ketsin. A'lochi qiz bo'lib keting. Bunaqa tug'ilgan kunlardan ko'pini ko'ravering. Ya'ni katta hajlarga olib boraylik. Ha. Mana. Bo'pti. Rahmat. Seni ham to'liga yetkazishga yoshga yetkazsin. Rahmat. İşlerge kirgizib qo'ydingiz va shu kunga shunchalik yetib kelganiga sizni mehrlaringiz, sizni tarbiyangiz hammasi shu kunga yetib keldik mana. Tanjaringiz sog' bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Ilohim shunaqa davlatimiz shu
baxtsiz, siz onajonim, siz baxtli bo'lsangiz bo'ldi. Achajonimdan tug'ilgan kunlari avvalambor eng katta rahmatni shu achamlarga aytmoqchiman, chunki onamiz oldi ishlab yurgan paytlarda shular bizga qaraganlar. Yoshlikdan katta qilganlar, o'qitmoqda, ishimdan kam qilmaganlar. Ancha yordam qilganlar bizga, onamlarga. Mana bugungi nasibda hamma qarindoshlar, o'rtoqlari to'plab chiroyli restoranda tabriklab bayram qilish bugungi nasibda. Nima bu gaplarimni achamlarning o'zlariga ayta olmasligim mumkin. Siz juda yaxshi ko'raman. O'shalar bizni katta qilganingiz uchun hammadan himoya qilib, yoshliklarimda masalan, yoshimdan mandan katta bolalardan kaltak yesam, aytgani meni o'qim yo'q edi. Bunga aytishilmasdan, achay meni urdi deb borardim, borib, yaroqchi urib kelardilar. Ilon tanjoningiz sog' bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. To'ylarimizda nevara to'ylari, chevara to'ylari hammasi duogo'y bo'lib, davran to'g'ri o'tirishni qilsa ilohim. Men bugungi bayramni ham tashkil qilishga onamlarga ham katta hissalari bor. Buning uchun onamlarga alohida katta rahmat. Inom siz ham tanjoningiz sog' bo'lsin. Bunaqa tug'ilgan kunlarni, bunaqa bayramlarni Xudo xohlasa qayta ko'p qilib beraman onajon sizga. Baxtli qilaman. Onajon, siz juda yaxshi ko'raman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin. Baxtimizga doim kulib, o'ynab yuring. Opa, bugun mana tug'ilgan kuningiz ekan. Tabriklaymiz. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, ilohim baxtimizga doim sog' salomat bo'lib yuring. Bizni katta qildingiz. Bizga tarbiya berib, boshqa qilib katta qildingiz. Chin ko'ngildan tabriklaymiz. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Boringizga shukur. Opa, men sizni yaxshi ko'raman. Opajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Bilan sochlar uzoq qolishsa, biz ham hissamiz bor, rozi bo'lasiz degan umiddaman. Katta hajlarga birga borish nasib qilsin. Bunaqa tug'ilgan kunlarni juda ham ko'pini ko'ring. Ilohim 100 yoshlardan oshib yuring. Doim baxtimizga sog' bo'ling. Opajonim, tug'ilgan kunlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim bunaqa tug'ilgan kunlarning ko'pini ko'rib yuring. Yuzlardan oshib ko'p yoshlarga kirib yuring. Baxtimizga sog' omon bo'lib yuring. Abaxon, bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rib yuring. Hajlarni kattasiga berish nasib qilsin. Yoshligimizdan mana shu halol mehnat qilib bizni boqdingiz. Birimizni doktor, birimizni hisobchi qilib mana tarbiyaladingiz, o'qitdingiz. Mana bugun ulg'aygan kunda turgan ekanmiz. Onajonimni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Baxtimiz sog'-omon yursinlar. Bu yoshlarni ko'pini ko'rsinlar ilohim. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatlarni amalga oshirishda Allohim ko'makchi bo'lgin. Yuzlarni yorug' qilgin, sog'lik, salomatlik bergin Allohim. Yoshlikda har xil o'yin ko'roq bo'lganmiz, erka bo'lganman, kenjitoy. Onamni ba'zida xafa qilardim, ba'zida kuldirardim. Yoshlikdan qanaqadir mehnatga cho'milganim uchun, oila uchun harakat qilib, qiyinchiligi onam bilan birga tep-tepdan yengib, iloji boricha onam yoniga kirishga harakat qilardim. Ko'ngillarini olishga, dadamni ko'ngillarini olishga. Vaqt bo'ldiki, bir kun yoshligimizda endi har xil voqealar bo'lardi. Onam keldi, birga uxlatib dam oldiraman dedilar. Bir bolalikka borib, onamni uxlatardimda, sekin yana onamni uxlatib, sekin cho'milgani qochib ketardik. Kech soat 4-5-6 qarab kelardik. Onam keyin urishardi. O'g'lim, to'polonni qilaversang, hayotda o'yin ko'roq bo'lib qolasan. Oilaga, hayotga qadamni yoshlikdan deb yaxshi yo'llarni ko'rsatardilar. Shunday qilib, mana Xudoga ming qatla shukr, onamni, otamni tarbiyasi bilan Allohga shukr shunchalik yuribmiz. Tanjoqlari sog' bo'lsin. Onajonim, yoshlik qilib dilingizni og'ritib qo'ygan bo'lsam, meni kechiring. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Kutilmagan
Tashrif loyihasining hurmatli muxlislari, aziz ishqibozlarimiz, kanalimizga obuna bo'ling. Tilaklaringizni bizning tilaklarimizga qo'shgan holda o'z yaqinlaringizga taqdim eting. Ulashing. Safimizda birga bo'ling. Assalomu alaykum, mani chiroyligim, davlatim, mehribonim, erkatoyim, onajonim. Tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umringizga, rizqingizga Allohim baraka bersin. Doim to'ylarimda, yaxshi kunlarimda yonimda bo'lib, meni maslahatgo'yim bo'ling. Siz meni sirdoshim, do'stim, dugonamsiz. Siz men dunyoga alishmayman. Dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni sizga bildirsam oz. Dunyoga qaytib kelib yana sizni qizingiz bo'lishni xohlayman. Siz qizingiz bo'lishdan men faxrlanaman, g'ururlanaman, chunki siz menga doim hayotda boshingni tik tutib yashashni o'rgatdingiz. Siz menga doim yaxshi bo'l, yaxshilar doim atrofingda parvona bo'ladi degansiz. Haqiqatda mana 40 yoshga kirib bunga amin bo'ldim. Qancha yaxshi bo'lsangiz, atrofingizga yaxshi insonlar to'planaverar ekan. Mana dugonalarim, butun hammalari yaxshi, o'rtoqlarim, do'stlarim, hammasi yaxshi. Bu siz menga tarbiya berganingizdan, siz menga bergan o'gitlaringizdan. Yana ta'kidlab o'tishim kerak. Yoshligimda yoshlik qilib, sizni ko'nglingizni ko'p og'ritdim, ko'p ranjitdim. Farzandli bo'lib buni bildim. Men onajonim ekanliklarini unutajak qadar qariganimda ham yonimda tursinlar. Allohimdan shuni so'rayman. Sizni doim sog' salomat, yuzingiz kulgan holatda ko'rishni xohlayman. Allohim doim sizni doim menga yuzingizni kuldirib, sog'lom yonimda olib yursin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'ta yaxshi ko'raman. Mendan olislarda, mendan uzoqda, tonglardan yiroqda, kundan yiroqda. Mendan olislarda, mendan uzoqda, tonglardan yiroqda, kundan yiroqda. Meningsiz huvillab qolgan qishloqda, yo'limga intizor mening onam bor. Yo'limga intizor mening onam bor. Onam, 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 onam bor. Yo'limga intizor mening onam bor. Onam, 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 onam bor. Yo'limga intizor mening onam bor. Qaniydi shu baxtga yeta olsaydim, shu katta sinovdan o'ta olsaydim. Qaniydi shu baxtga yeta olsaydim, shu katta sinovdan o'ta olsaydim. Onam ko'nglini shod eta olsaydim. Yo'limga intizor mening onam bor. Yo'limga intizor mening onam bor. Balki tushlarida meni ko'rgandir, kelar deb nonga sut izlab yurgandir. Yo'l boshida ilhaq kutib turgandir.
yo'limga intizor mening onam bor, yo'limga intizor mening onam bor. Onam, 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 onam bor, yo'limga intizor mening onam bor. Onam, 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 onam bor, yo'limga intizor mening onam bor, yo'limga intizor mening onam bor. Azizlar, biz so'zimizni avvalida bejiz qarzdorlik tuyg'usi bilan boshlamadik. Zero bu tuyg'u bizni aytib o'tganimizdek doimo hushyorlik va sergaklikka, har bir ishni o'z vaqtida qilishga undaydi. Toki ota-onalarimiz, yaqinlarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bugun davramizda ekan, bugun ular bilan diydorlashish, suhbatlashish imkoniyatimiz mavjud ekan, bu imkoniyatdan bugun foydalanaylik. Toki ularni yo'qotganimizdan keyin bu tuyg'u bizni qalbimizda armon bo'lib qolmasin. Otalarimiz boshimizda soyabon, onalarimiz g'amxo'r va mehribon parvonalarimiz bo'lib uzoq yillar yashashsin. Hamisha ularni yaxshi kunlarida tabriklash, qalblariga mador bo'lish, chiroyli so'zlarimiz bilan, bir dasta gullarimiz bilan ularni qalblariga quvonch bag'ishlash har birimizga nasib etsin.